Hozir sotib olib ko'proq daromad qiling. To'rxona, sanuzel, oshxona, odam yashab turgan uchastka. Assalomu alaykum. Shayxontohur Katta Ota mahallasidamiz. Shuni mana Sebzorni orqa tarafidamiz. Qaranglar, bu atroflarning sotigini 70 mingdan ancha balanddan so'rab o'tirishibdi. Lekin bu uy egalariga pul zaril bo'layotganligi uchun hozir sotadigan bo'lsam, deyaptilar. 150 mingga baraka qilib yuboraman. 32 mingdan ham pastga aylanayapti. 31.800 lardan aylanayapti sizlarga. Xo'p, unda nimaga bu darajada arzon deydigan bo'lsangiz, ikkita sababini aytaman. Yo'l-yo'li uchastka bo'ladi. Mana shunaqa sotigi katta bo'ladigan bo'lsa ham, fasadi yo'q bu uchastkamizda. Shuning uchun mana shunaqa darajada arzon. Bu atrofda o'zi ikkinchi sababi hamma sotyapti bu atrofda. Mana 2030-yilgacha ham investorlarga o'tish ehtimoli bor. Har yil investorlar kelayotgan ekan, lekin qo'shnilar sotigini 100 ming, undan baland ham eng arzon 70 ming aytishayotgan ekan bu atroflarda. Bu uy egalariga tezroq sotib, boshqa joydan uchastka yoki kvartira qilishmoqchi ekan. Shuning uchun mana shunaqa arzonroqga sotib ketaman. Qaranglar, bu yerda qattiq yutishingiz mumkin. Kimdir kelib sotib oladigan bo'lsa, investorlar keladigan bo'lsa ham, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham, har bir sotigiga Olmazorda bizlarganda esinglarda bo'lsa, sotigiga 100 mingdan 70 mingdan berishdi. Xuddi shunaqa narxdan sotib ketishingiz mumkin. Siz nima qilgan bo'larsiz? Mana shunaqa uyingiz buzilish ehtimoli bor bo'lgan paytda ozgina kutib turib, investorlarga kattaroq pulga sotgan bo'larmidingiz yoki vaqtliroq sotib olib boshqa joydan harakatingizni qilgan bo'larmidingiz? Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Videoni ko'proq pulga, yerga qiziqadigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.